inson estradasi. Har kuni shu ahvol. Xuddi bir katta lavozimda, katta ishxonada ishlaydigan odamdek, har kuni sochlaringizni to'g'irlab, oynaga qarab, kostyum shimli kiyib, kerak bo'lsa, galstuklarni ham taqib borasiz. O'zi bitta oddiy o'qituvchi bo'lsangiz. Nima o'quvchilarning oldiga mana bunaqa patalak sochda bormayman-ku. Voy. Nima? U hech narsani tushunmaydigan o'quvchilaringiz bu kiyinib borganingiz tushunarmidi? Sen hozirgi bolalarni bilarmiding? Hammasi o'zgarib ketgan ularni. Ha, shunaqa. Hamma bolalar o'zgargan, zamon o'zgargan, lekin bitta siz o'zgarmaysiz. Necha yildan beri shu oddiy maktabda matematikadan dars berib, mana shu dodam zamondan qolgan kiyimlarni kiyib olib, ana u papkangizni qo'ltiqlab dars berib yurasiz. Xotin, agar men kiyinadigan bo'lsam, senga oyiga kiyinishga pul qolmaydi-yu. Voy. Nima, oyda bir marta dona arzonga olib beradigan ko'ynaklaringizni minnat qilasizmi? Uyalmaysizmi? Sen hech qachon mendan rozi bo'lmaysan. Bo'lmagansan ham. Har kuni ertalab kuzatib qo'yishing shu. Seni gaplaringdan keyin kuni bo'yi asabiylashib yuraman. Siz zaminda boshqalarning eriga o'xshab, jaraq pul topsangiz, keyin men ham sizni hurmat qilib, mulozamat bilan u darvozaxonaga kuzatib qo'yaman. Topib olganingiz mana shu maktab. Boshqa ish qurib qolganda yana matematika ustozisiz. Sen ustozlikni haqorat qilmagin. Shu halol kasbim bilan 25 yildan beri oila boqib kelyapman. Ha, to'g'ri. 25 yildan beri ishlaysiz. Lekin 102 bo'lgani yo'q. Bu ishingizda bo'lmaydi ham. Sizga javriy urib charchadim. Undan ko'ra ishingizni o'zgartiring. Xudoga shukr, mana maktabda oyliklarimiz oshdi. Ustozlarga qator imtiyozlar berilyapti. Necha marta bepul dam olish maskanlariga olib borib kelganlarim esingdan chiqdimi? Xuddi bir chet elga sayohatga olib borgandek gapirmang dadasi. Sen noshukur bilan gaplashib turaversam, darsimdan kechga qolaman. Hayb senga shuncha gap, nasihat. Quruq nasihatingiz o'zingizga siylo. Peshonam qursin. Mendan kichkina singillarim dang'illama uchastkalarda yashashadi. Erlarichi uyga pul tashiydi. Buchi ammami buzog'iga o'xshab maktabga borib uyga kelib so'rayib yuraveradi. Bu ahmoq xotinni tanlayni pul bilan ko'tarishganmi deyman-da. Tilidan pul top degan so'z tushmaydi. Oyligimni olaman-u, chakaga o'tsin deb qo'liga beraman. Baribir noliyveradi. Shuning uchun uyda baraka yo'q. Qancha pul topaman, lekin doim yetishmovchilik chiqib turadi. Xotining yomon bo'lsa, urdi xudo deyishgani ana shudir-da. Yaxshi ham sevgan kasbim bor. Kechgacha maktabda buni chakagidan dam olib kelaman. Iloji bo'lsa, qaniydi darsdan keyin ham nimadir ish topsam yaxshi bo'lardi. Yana ham kechroq borardim uyga. Qizlarimni yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa-ku bu chakak xotinni dastidan allaqachon kechib yuborgan bo'lardim. Ustoz. Assalomu alaykum. Nodir, yaxshimisan? Ustoz, yaxshimisiz? Ustoz, shuncha chaqirsam ham qaramadingiz. Ha, endi xayol bilan ishga ketayotgandim, shunga eshitmay qolinmadi, Nodirjon. Xo'sh, nima gaplar? Ustoz, dadam bilan gaplashgandim. Xo'sh, Moliya universitetining bank sohasi bo'yicha o'qishga kirish niyatim borligini aytdim. Dadam rozi bo'ldilar. juda yaxshi bo'pti-da. Dadang ilmni qadriga yetadigan juda yaxshi inson. Ustoz, menga matematikani chuqur bilish juda kerak. Dadam menga matematikadan repetitor yollamoqchi edilar. Lekin men ustozimdan dars olaman deb aytdim. Men seni qaroringdan xursandman, lekin universitetga kirishing uchun men bergan bilim yetarmikan?
ortig'i bilan yetadi ustoz. Axir siz maktabimizning eng kuchli ustozisiz-ku. Unaqa demagin. Hamma ustozlarning o'zini fani bo'yicha malakasi kuchli bo'ladi. Ustoz, bugundan menga qo'shimcha dars o'tsangiz. Niyatimga yarasha berdi Xudo. Ana endi maktabda kechgacha o'tiraman. Mayli Nodir, sen unda vaqtingga qarab darsdan keyin bemalol kelaver, xo'pmi? Seni albatta xonamda kutaman unda. Ustoz, dadam ustozing necha puldan repetitorlik qilarkan deb so'rab kel dedilar. Nodirbek, sen meni xafa qilyapsan. Men bilimimni sotmayman. Jonim bilan senga shundoq o'rgataman. Yana pul haqida og'iz ochsang, o'qitmayman. Tushundingmi? Xo'p, ustoz, kechiring. Mana bu boshqa gap. Xudo xolasa niyatlaringga yetasan. Yur maktabga. Ketdik, ustoz. Hozir dars boshlanib qoladi. Assalomu alaykum Saida Nigmatjonovna. Va alaykum assalom. Farhod aka, yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi, rahmat. Darslar bilan charchamayapsizmi? Shukr, yuribmiz. Farhod aka, ancha yillardan beri maktabimizda dars berib kelasiz. Lekin ba'zi o'qituvchilarga o'xshab oyligimni oshirib bering, menga qo'shimcha dars bering yoki nimadir yordamlar bering deb biror marta yonimga kirmagansiz. Ha, endi Xudoga shukr hammasi yaxshi. Nolisam gunoh bo'lar. Hozir ustozlarga davlatimiz tomonidan juda ham ko'p imkoniyatlar berilyapti. Yonimga kirsangiz bir bafurja gaplashamiz. Xo'p, kerak bo'lsa kirarman. Rahmat sizga. Charchamang. Sog' bo'ling. Nihoyatda kamtar, haqiqiy ustoz. Na ta'magirlikni, na talab qo'yishni bilmaydigan hokisor inson. Qaniydi, shunday kamtar, bor bilim va mahoratini o'quvchilarga beradigan oliyjanob ustozlar sari ko'paysa, omon bo'lsin. Dadajon, men bugun 5 ta fandan 5 baho oldim. Voy, rostdanmi? O'zimni a'lochi qizimdan o'rgilay. Umidamdan umidim katta. Xudo xolasa qizim katta olima bo'ladi. Shundaymi qizim? Shunaqa. Mencha sizga o'xshab katta konferensiyalarda tadbirlarga qatnashaman. Sizga o'xshab fidokorona xizmatlari uchun ordenini olaman. Sen albatta mendan ham yuqori ordenlar olgin qizim. Shunda men bu meni asal qizim deb g'ururlanib yuraman. Xudo xolasa hali opang ham oladi. Dada, opam tinmasdan dars qilyaptilar. Ular bu yil orzu qilgan tibbiyot universitetlariga kiradilarmi? Ha, nega kirmaydi? Albatta. Agar chin dildan harakat qilsa, albatta o'qishga kiradi. Men opangga ishonaman qizim. Dadajon, yaxshiyam siz ustoz bo'lgan ekansiz. Hamma darsimizni tushunasiz, yordam berasiz, o'rgatasiz. Dugonalarimni menga rosa havasi keladi. Ha, ota bola. Yana xom xayol qilib o'tiribsizlarmi? Menga qara qizim. Hech qanaqa ustoz bo'lmaysan. Tushundingmi? O'zi uyimizdagi bitta ustoz yetadi hammamizga. Sanchi dizayner bo'lasan, zo'r biznes ledi bo'lasan. Tushundingmi qizim? Ey onasi, bolani shashtini o'ldirma. O'ziga qo'yib beramiz.
kimni xohlasa o'sha bo'ladi. Qizim qiziqqan sohasini egallaydi. Biz faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Tushundingmi? Ha, oyijon siz juda zo'r sohaga berganlar-da. Mana, umr bo'yi kosamiz oqarmadi. Tinch qo'y onamni. Qizim, sen borib opangni oldida darsingni qilgin, xo'pmi? Oyi, men baribir adamga o'xshagan ustoz bo'laman. Siz bilmaysiz-da ularni maktabda qanchalik hurmat qilishlarini. Ko'p bidilama, bor darsingni qil. Bor. Farhod aka, keling, odamga o'xshab, urushmasdan, janjallashmasdan gaplashib olaylik. Sen urushmasdan gaplasha olarmikansan? Gaplashaman dadasi. Mana, o'zingiz o'ylab ko'ring. Maktabdan olayotgan oyligingiz nari borsa 5 million, 6 million, to'g'rimi? Mana ertaga qizingiz katta bo'lib o'qishga kirsa, unga kontrakt to'laymizmi yoki sepini yig'amizmi? Qizim hali 17-da-yu. Uzatishgacha hali vaqtli. Lekin sizga o'xshagan bo'ycham bo'lsa, ko'chadan qancha sovchi so'rab yotibdi. Zo'r joy, yaxshi joy chiqsa, uzatamiz-da. Qiz bolaga ham 1-2 yil yaxshi joydan sovchi keladi. O'shanda uzatib olish kerak. Qolaversa, mana bu eski hovlimizni ham ta'mirlash kerak dadasi. Ahvolini qarang. Bir tepsa qulab tushiydi deydi. Bo'ladi sekin Nigora. Hamma narsani o'zini vaqt soati bor axir. Mana, kelin bo'lib tushganimga 18 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham eski tos, eski tog'ara. Birimiz ikki bo'lgani yo'q. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. To'g'ri. Oldinlari ozgina maosh olardik. Hozir oyliklarim anchagina oshdi-ku. Xudo xolasa sabr qilsang, hammasi bo'ladi, Nigor. Faqat qizimizni hali vaqtli uzatmaymiz. Sepaga kelsak bir gap bo'lar, hammasini to'g'rilarmiz. Bilmadim. Qachongacha o'zingiz aldab yashamoqchisiz, a? Mana, bojalaringizni qarang. Soat-soatiga pulni pulga uradi. Biz-chi oyligiga qarab o'tiramiz. Qolaversa bojalaringizni hammasini tegida yangi mashina. Siz-chi, mana shu kasbingizga fidoyi bo'lib, mana oylikdan oylikka yashab, bitta oddiy mashina ham ola olmadingiz. Menga qara. Agar kreditga olsam, ustozlarga chegirmalar, imkoniyatlar mavjud. Mashinaga kelsak, bilasan, o'zim haydashni bilmayman. Qolaversa qiziqmaganim uchun ham olmaganman mashinani. Dadasi, keling janjallashmaylik. Iltimos sizdan. Mana shu kasbingizni tashlang. Mana singlimga aytaman. Eriga aytadi, firmasida ishlar juda ham ko'p. Yana oyligi talaygina. O'zim singlim er bilan gaplashaman. Sizni biznesiga qo'shadi. Ahmoq, men shuncha yillik ustozlik kasbimni biznesga almashtiramanmi? Sen o'zi ustozlik kasbi nimaligini tushunasanmi? Bo'lmasam, men biznes qilaman. Dugonalarim bilan Turkiya, Dubayga qatnab, kiyim-kechaklar olib kelib sotaman. Menga qara. Sen biznesga kirgan kuning bo'yni eshigi sen uchun yopiladi. Tushundingmi? Na o'zi qilmaydi, na meni qilishga qo'ymaydi. O'rgildim sizdeki nomi ulug' suprasi quruqdan.
qiziqadigan o'quvchilar bilan dars qilsam mazza qilaman, dilim yayraydi. O'g'lingiz juda ham qobiliyatli yigit. Omadini bersin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Sizdan minnatdormiz. Sizni oldingizda katta qarzdor bo'lib qolyapmiz. Bunaqa gaplarni umuman o'ylamang. Siz hech xijolat bo'lmang. Agar o'g'lingiz o'qishga kirib ketsa, shu meni eng katta yutug'im bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling ustoz. Ustoz, bugungi yangi mavzuni yaxshilab o'zlashtirib olay, keyin ketaman. Bemalol bolam, men mashinada pishib turaman. Mayli ustoz, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Ko'rishguncha. Hormi, yaxshimisiz? Zohidjon, bugungi darsimizni ham tugatdik. O'g'lingiz yaxshi uddaladi. Endi bemalol uyga ketaversanglar bo'ladi. Ustoz, rahmat sizga. O'tiring, mashinaga tashlab qo'yamiz. Rahmat. Men o'zim sekin yetib olaman. Uyim uzoq emas. Ustoz, piyoda yurasizmi? O'tiring, tashlab qo'yaman. Zohidjon, siz aslo xijolat bo'lmang. O'zi kun bo'yi maktabda o'tiraman. Qancha ko'p yursam o'zimga yaxshi. Qonlar suyuqlashadi. Bizani yoshda shudek, yurish kerak. Uni ustiga uyim ham bir qadam. Sizlar xijolat bo'lmanglar. Men bemalol o'zim yayov ketaman. Xo'pmi? Mayli aka, unda yaxshi yetib oling. Bizga biror bir xizmat bo'lsa, bemalol aytavering. Xo'p, rahmat. Shu gapingiz uchun ham sizga rahmat. Mayli ustoz, xayr. Menga qara Nodirjon, bugungi vazifani bajardik. Ertangi mavzuga yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi ustoz. Sog' bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat sizga Xo'p. ustoz. Hech bu odam qilolmayapman-da pochchayni Nasi. Opa, yig'lab siqtaganingizning foydasi yo'q. Pochcham o'zini kasbini sevadi. Tinch qo'ying ularni. Ha, seni ham ering pochchangga o'xshab pul topganda ko'rardim ahvolingni, maslahat berishingni. Opa, siz pochchamni do'q bilan yo'lga sola olmaysiz. Xo'p, nima qildiysan unda? O'zingiz hokisor, bechora hol ko'rsating. Ularni kasbini ulug'lang. Faqat yetishmovchiliklar ko'pligini yig'lab, sekin gapiring. Nima, ta'sir qiladi deb o'ylaysanmi? Shuncha janjal qilib urush qilganimda gapimga kirmagan, sekin gapirsam gapimga kirarmidi? Endi sizdan nima ketdi? Bir harakat qilib ko'ring. Ha, qayda? Balki to'g'ridir. O'zimni kasalga solishim kerakmikan? Ha, rahmini keltiring eringiz, rahmini. Menga qara Nasi. Eringga aytib, pochchangga ham bitta tuzukroq ish topsang-chi. Jasur akam yo'q demaydilar. Eringiz ko'nmaydi-da, opa. Eringga ayt. O'zlari qo'ng'iroq qilib, firmamda sizga mos ish bor deb aytsinlar-chi. Xo'p, aytib ko'raman. Balki ko'nib qolarlar. Tabriklayman, opa. Ha, bo'pti. Pochchang kelganga o'xshaydi. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Dadasi, ishdan charchamasdan yaxshi keldingizmi? Nechun janjal qilmayapsan? Siz bilan janjallashib charchadim. Boshim og'rib qoldi. Aslida-chi, siz haqsiz. Sizni sevgan kasbingizga aralashishga meni haqqim yo'q. Meni kechiring dadasi.
insof kirgan rost bo'lsin ha. Insof kirdi dadasi. Sizda ham nima ayb? Sizda ham aybingiz yo'q. Topgan pulingizni uyga olib kelsangiz. O'zi singlimni eri firmasiga sizni ishga olishga rozi bo'lgandi baland oylikka. Lekin mayli, kerak emas. Nigora? Nigor. Yaxshimisan? Yoki mazang bo'lmayaptimi? Mazam bo'lmayapti. Sizni shuncha asabingizni buzishga, xafa qilishga arzimaydi qilgan janjallarim aslida. Ertaga o'tib ketsa, qolib ketadi hammasi. Bu dunyoga kelib, orzu havas o'tayotgan bitta manmi? Mayli, e'tibor bermang. Siz ham siqilib yurmang. Ovqat yeysizmi? Ovqatsiz beraymi? Faqat ovqatda go'shti yo'q. Go'sht qolmaganiga ham bir hafta bo'ldi. Nigora, erta indin oylik olaman. Shunda yaxshilab bozor qilib beraman, xo'pmi? Faqat sen yig'lamagin. Rahmat. Baraka toping dadasi. Mayli, men uyga kirib dam olay. Biroz mazam bo'lmayapti. Mayli, bora qol. Tavba, xuddi xotinimni birov almashtirib qo'yganga o'xshaydi-ya. Oxiri taqdirga tan beribdi shekilli. Lekin rostdan ham uni ko'p orzularini amalga oshira olmadim. Axir sevib uylangandim-ku. Bechora bejiz yig'lamagan. U ham boshqa ayollarga o'xshagan ayol-da. Yangi kiyimlar kiygisi, tilla taqonchoqlar taqqisi, erini mashinasida yastanib o'tirib ketgisi keladi-da. Qani, qay birini qilib berdim men? Va alaykum assalom. Ha, boja, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Rahmat Farhod aka, yurishibdi hammalari. Uydamisiz boja? Ishga ketayotgandim, tinchlikmi? Tinchlik. Siz bob yuqori maoshli ish bor edi firmamda. Begonaga ishonolmayman u lavozimni. Unaqa katta lavozimlarni men ham eplay olmasam kerak, boja. Siz bir ofisga keling. O'tirib bir piyola qahva ustida gaplashamiz. Darrov yo'q deyishga shoshilmang. Oyligingizni 15 million qilib beraman. Ishingizga qarab yana ko'tarib beraveraman. Mayli. Bir o'ylab ko'ring-chi unda. Unda kutaman siz javobingizni. Mayli Farhod aka, ko'rishamiz. Xotinim javragancha bor ekanda. Ha, oddiy bir ishchisiga 15 million bersa, o'zi qancha toparkan unda? Saida Nigmajanova, matematika o'qituvchisi Farhod aka kelgandilar. Kirsinlar. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Farhod aka. Nima iltimos bilan kelgandingiz? Haligi Saida Nigmatjonovni Bemalol gapiravering. nima desam ekan? Hayajonlanmang. Bemalol aytavering. To'g'risini aytsam, shu maktabdan topishim biroz qizlarimga, ana seplarga sal yetmay turuvdi-da. Shunga maktabda yarim stavkaga shtatda qolib biznes bilan shug'ullansam deb turgandim. Sizdek malakali ustozni bo'shata olmayman. Ertaga ketsangiz, pulni ko'rganingizdan keyin o'zingizni biznesga urishingiz aniq. Saida Nigmatjonovna, ketmasam bo'lmaydi. Hovlim ham juda eski.
bu holda to'y ham qilib bo'lmaydi. Bu uyda hattoki to'y ham qila olmayman. Topganim ro'zg'ordan ortmayapti. Hali uni ustiga qizlarim o'qishga kirsa, uni ustiga pul kerak bo'ladi yana. Shunga-da sizga necha marotaba aytdim. Hozir davlatimiz tomonidan ustozlarga ancha yordamlar berilmoqda. Ayniqsa sizga o'xshab oliy toifada uzoq yil ishlagan ustozlarga. U qanaqa imtiyozlar ekan? Uzr, sal qiziqib qoldim. Ancha oldin qiziqishingiz kerak edi-da. Men har bir xodimimni uy ichidagi muammolarni bilmayman-da. Qanaqa imtiyoz haqida gapirayotgandingiz? Uy joyim eski deyapsizmi? Agar siz uy joyingiz ta'miri uchun bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz yoki yangi uy joy xarid qilmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov badalini 25% ni davlatimiz to'lab beradi. Yana bir katta imkoniyatlardan biri, Xudo xohlasa, qizingiz o'qishga kirsa, kelgusi o'quv yilidan pedagoglarni farzandlarini kontrakt summalarini 30% chegirmada to'lashingiz mumkin. Yo'q, bu zo'r yangilik-ku. Bu hali hammasi emas. Fan o'qituvchilari uchun o'zlarini fanlardan milliy sertifikatlar joriy qilingan. Siz o'z bilimingiz bilan bemalol milliy sertifikat ola olasiz. Milliy sertifikatni qo'lga kiritsangiz, oylik maoshingizga har oy 50% gacha ustama qo'shilishi mumkin. Yo'q, qoyil, mana bularni yangilik desa bo'ladi. Bundan tashqari, pedagog o'qituvchilar uchun barcha davlat xizmatlari to'lovlari 2 karra kamaytiriladi. Imkoniyatlarni sanayversam, bularning adog'i yo'q. Davlatimiz rahbari pedagoglarning oylik maoshlarini $1000 ga chiqaraman dedilar. Oldi pedagoglarimiz bu summani allaqachon ola boshlashdi. Ustozga eng ulug' shaxs sifatida qaraladigan zamon keldi, ustoz. Siz yana maktabdan ketaman deysiz. Men shuncha yangilikdan bexabar qolib ketgan ekanman, boshimni kitobdan ko'tarmay. Farhod aka, sizni qanday muammo qiynayapti? Tortinmasdan bir boshdan gapiravering. Sizga yo'l yo'riq ko'rsatib, yordam beraman. Siz bunday imkoniyatlardan foydalanishga arziydigan martabali ustozsiz, Farhod aka. Rahmat sizga. Farhod aka, shijoatni tushirmang. Sog' bo'ling, rahmat. Qizim, onasi? Assalomu alaykum Qizim, dadajon. yaxshimisan? Dadajon, namuncha xursandsiz? Onash qizim, axir yaqinda yangi domga ko'chamiz. Rostdanmi? Baland qavatli uyda olamizmi, dadajon? Albatta qizim. Sen uchun yangi baland uylardan oldim. Oying qani? Oyingni chaqir. Oyi, Ha, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Nigor? Xush keldingizmi? Men senga sovg'am bor. Yo'q, Qanaqa sovg'a desang, men sizlar uchun uy oldim. Voy! Albatta uy. Xudo xolasa hammamiz oilamiz birga bo'lib, yangi ko'p qavatli uyda yashaymiz. Voy, dadasi, juda ham zo'r. Rahmat. Onasi ipoteka kredit bor-u, o'sha boshlang'ich uyni 25% ni to'lab beradigan xolos. Qolganini esa 36 oyda subsidiya qilib, hammasini ishlab to'lab qutulib olamiz. dadajon, unda baland qavatli yangi uyga ko'charkanmiz edi. Ha, onash qizim, Xudo xolasa hammamiz ko'p qavatli uyda yashaymiz birga. Yaxshi-ku, lekin dadasi, oyma-oy shuncha summani to'lashga qurbimiz yetarmikin? Albatta yetadi, nega yetmas ekan? Olgan sertifikatim tufayli oyligimga 15% qo'shimcha ustama qo'yildi. Uni endi bemalol to'laymiz. Sen umuman xavotir olmagin, xo'pmi? Bu yerda qizingiz ham o'qishga kirdi. Budjet bo'lsin deyish qilib, javobini kutyapmiz. Kontrakt bo'lsa ham sen xavotir olma. Ustoz pedagoglarning farzandlari o'qishga kirsa, shundan ham kontrakt pulidan 30% dan davlatimiz tomonidan to'lab berilar ekan. Voy, qanday yaxshi dadasi. Ustozlarga shuncha imkoniyat yaratildi-yu, men bilmaganimni qarang. Undan keyin yana bir sizlarga yangiligim bor. Oshirilgan narxda to'langan maoshimni bugun plastik kartochkaga tushirib berishdi. Shu uchun yangi uy olganimizni hisobga qilib, bugun sizlarga restoranda ziyofat uyushtirib beraman. Kelishdikmi? Qani ketdik bo'lmasa.
Assalomu alaykum ustoz. Nodir, yaxshimisan? Siz oldingizga kelayotgan edim. Juda xursand ko'rinasan, Nodir. Nima bo'ldi o'qishingning javobi? Tabriklang ustoz. O'qishga yuqori ball bilan kiribman. Zo'r bo'pti-yu, Nodir. Tabriklayman. Rahmat ustoz. Barakalla. Omadingni bersin. Ha, bu o'qishingning kontrakti qancha ekan? Grant asosida kirdim ustoz. Budjetga kirdim. Bu yog'i zo'r bo'pti-yu. Ayniqsa, dadang ham xursand bo'lsalar kerak-a? O'qishga kirgan men-u, ular xursand. Hammaga aytib yuribdilar. O'g'lim o'qishga kirdi deb. Ha. Ota-ona farzandining yutuqlari bilan quvonadi. Kel, seni yana bir bor tabriklab qo'yaman. Barakalla. Omadingni bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Bugun men uchun ham eng quvonchli kunlarimning biri. Qizim ham Tibbiyot akademiyasida grant asosida o'qishga qabul qilindi. Meni ham tabriklasang bo'ladi. Tabriklayman ustoz. Bayram sizda qo'shaloq bo'libdi-ku, a? Endi shunaqa bo'ldi. Barakalla, ketdik. Alo Nasiba, singlim meni tabrikla. Jiyaning grant asosida o'qishga kirdi. Ha, tabriklayman opa. Nima bo'ldi? Ovozing g'alati. Kimdir xafa qildimi seni? Ey opa, men gapirmaysiz, eshitmang. Voy, odamni xunob qilmasdan ayta qol, nima bo'ldi? Toparman, tutarman kuyovingiz mendan yashirincha ikkinchisiga uylanib olgan ekan. Hatto bitta bolasi ham bormish. Qayerdan bilding? Aniqmi? Bir dugonam o'shalar turadigan tomga ko'chib borgan ekan. Erimni bir-ikki marta ko'rib, ortidan kuzatibdi. Keyin nima qilding? Uyini topib borib, sochini bittalab yulib keldim. Uni ustiga erim kelib qolsa bo'ladimi? Uni oldida menga bir tarsaki tortdi. Voy, bunaqa pul topmay o'lsin. Ha, puli ko'payib quturib ketibdi-da ering. Shunaqa opa. Alam qiladigani, agar kunsang yashayveramiz, kunmasang sen ketasan, men u bilan qolaman dedilar. Unga 3 xonali uy ham olib beribdi ablah. Xo'p, nima qarorga kelding endi? Ikkovini sudga beraman, shoshmay tursin. Ko'zini o'yib butun mol-mulkidan o'zimni, bolalarimni haqqini o'ndirib olaman. Qo'y singlim, shunaqa qilma, kechroq qol, hamma ayb qiladi-yu. Bunaqa puli ko'p quturib ketgan xotinbozni menga keragi yo'q opa. Mayli, pul topmasa-da, biyozor pochchami qadrlariga yeting. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshimi? Rahmat. Menda gapinglar bormi? Nodirbek adam qo'ymayapti deb meni bu yoqqa siz yoningizga olib chiqardi. Farhod aka, sizga rahmat. Bolam siz tufayli talaba bo'ldi. Zohidjon, Allohim shunga ixtiyor qilibdi. Shunga talabalik unga nasib etibdi. Men bir sababchiman xolos. To'g'ri. Avvalo birinchi Alloh nasib qilganidan bo'lsa, ikkinchi sizni mehnatingiz, bergan saboqlaringiz uchun o'qishga kirdi. Chin dildan sizni tabriklayman. O'g'lingiz juda ham ajoyib yigit. Ilohim, rohatlarini ko'ring Zohidjon. Rahmat sizga ustoz. Dunyo turguncha turing. Rahmat sizga ustoz. Yana rahmat deydi-ya. Barakalla. Siz kamtarlik qilmang aka. Siz bepul kuniga bolamni qancha o'qitdingiz. Hatto man degan repetitorga borgan do'stlarimning bolalari ham kirolmadi o'qishga. Sizni bilimingizga yana ham tan berdim. Zohidjon, o'g'lingizni o'zida ham bor-da. Bo'lmasa men uni miyasini ichiga joylab qo'yganim bilan foydasi bo'lmasdi. Kamtarsiz aka. Ustoz, bundan da ulug' sovg'a topa olmadim. Nima bu? Qo'ysangizchi, biz sovg'aga kelishmaganmiz. Oling, xafa bo'laman. Kelin oyim bilan muborak umra safariga borib, farzandim haqqiga duo qilib keling, ustozi. Zero ustozlarning duosi o'tadi. Imtihon kuni meni chin dildan duo qilganingiz ustoz. Mana bugun
Buning ijobatini ko'rib turibmiz. Ustoz, iltimos, dadamni chin ko'ngildan berayotgan hadyalarni qabul qiling. Axir bu meni necha yillik orzuyim edi. Uni qayerdan bildingiz, Zohidjon? Dil yaqinda aka. Oling. Muborak yerlarni ziyorat qilib keling. Siz bunga arziysiz. Rahmat. Baraka toping, Zohidjon. Dunyo turguncha turing. Muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Kelsin. Omadinglarni bersin. Qani qizlarim, oyisi kelinglar. Bo'linglar, kiringlar. Qani o'tirib olinglarchi. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Kel qizim. Marhamat. Shoshmang. Men sizlarga yaxshi yangiligim bor. Mana buni qaranglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Voy dadasi. Ko'rdingmi qizim? Qara. Anchadan beri orzu qilgan niyatlarimizga erishdik. Dada, nimaga yig'layapsiz? Yo'q. Men yig'laganim yo'q. Men xursandchilikdan ko'z yosh qilyapman. Odam xursand bo'lsa ham yig'larkanmi? Ha qizim, shunaqa hadyalar bo'ladiki, uni olgandan keyin yig'lamaslikning iloji yo'q. Qara onasi, menga sen bilan birgalikda umra safariga yo'llanma berib ketishdi. Dadasi. Kim sizga shunday ulug' hadyani sovg'a qildi? Esingda bo'lsa, men senga aytgandim-ku, bitta bolani universitetga tayyorlayapman deb. Ha? Shu yigitcha budjetga o'qishga kirib ketdi. Otasi meni kichkina mehnatimni qadrlab, ikkalamizga shu umra yo'llanmasiga sovg'a berdi. Tanlagan ustozlik, ulug' kasbingizdan aylanay. Sizni qalbingizda ustozlikka mehr uyg'otgan oyijonimning qabrlari nurga to'lsin. Mani kechiring dadasi. Voy, hammasi joyida. Sendan xafa emasman. Seni ham orzularingni o'z vaqtida amalga oshira olmadim. Sen ham meni kechirding. Ustoz pedagoglarga mana shunday qulayliklar, shuncha imkoniyatlar yaratilayotgan ekan. Endi yashash vaqtimiz keldi dadasi. Endi esa nurli kelajagimiz sari olg'a boramiz. Inshaalloh, aytganing kelsin onasi. Mana ko'rdingizmi onajon? Shuning uchun men ham adamga o'xshagan ustoz bo'laman deyman. Voy o'zimni kichkina o'qituvchi qizimda aylaning.